o'qituvchisi Zangina Gulchehra Shokirjonova bo'laman. Bugungi mavzuyimiz galogenlar hamisi. Galogen o'zi kimyoviy sistemaning 7-agrupachasi elementlari hisoblanadi. Galogen so'zining ma'nosi galos tuz, genelos to'ldirish, ya'ni hosil qilish degan ma'nolarni bildiradi va tuz hosil qiluvchi birikmalar degan ma'noni bildiradi. Galogenlarga ftor, xlor, brom, yod va astat elementlari kiradi. Galogenlarning dastlabki to'rtta vakili tabiatda keng tarqalgan. Oxirgi galogen esa astat radioaktiv yemirish mahsulotlari natijasida ular mahsulot sifatida ajralib chiqadi. Yadro reaksiyalar natijasida hosil qilinadi, ya'ni sun'iy ravishda sintez qilinib olinadi. Galogenlar kuchli oksidlovchi birikmalar hisoblanadi. Ularning birinchi vakili ftor eng kuchli oksidlovchi hisoblanadi. Nisbiy elektromanfiyligi kuchli bo'lgan birinchi element hisoblanadi. Ftor barcha elementlar odatda eng katta manfiy elektromanfiylikka ega. Ftor tabiatda deyarli ko'p tarqalmagan. U yer qobig'idagi massa ulushi 2,7–10,2% tashkil etadi. Ftorning eng muhim minerallaridan kriolit, ftor apatit va fluoritlar hisoblanadi. Ftor tarkibi birikmalari tish va suyak emali qismida uchraydi. Tish emalining 0,1% qismida miqdorida ftor borligi aniqlangan. Ftorni birinchi marta 1886-yilda muassam kashf etgan, ya'ni suyuq vodorod ftoriga aralashtirilgan kaliy ftorni elektrolit qilish natijasida olishga muvaffaq bo'ldi. Ftorni gazsimon yoki suyuq holatda bosim ostidagi ballonlarda saqlanadi va shu holatda bir joydan ikkinchi joyga olib tashiladi. Ftor solinadigan konteynerlar suyuq va shu gazsimon ftor bilan ishlashda zarur bo'lgan asbob-uskunalar zanglamaydigan misdan, alyuminiydan va po'latdan yasalgan bo'ladi. Ftor o'ziga xos o'tkir hidli sariq tusli gaz. Gaz holatdagi ftor suyuq holatdagi ftorid kislotada eriydi. Suyuq ftor esa kislorodda cheksiz eriydi. Qattiq ftor -288 gradusda past temperaturada monoklinik tuzilishga ega bo'ladi. Ftor 0 gradusga yaqin temperaturada suv bilan reaksiya qilishib gipoftorid kislotasini hosil qiladi. Hosil bo'lgan gipoftorid kislotasi tezda ftorid kislota va kislorodga aylanib ketadi. Elementlarning nisbiy elektromanfiylik jadvalida ftor birinchi o'rinda joylashgan. Ftor atomining radiusi kichik bo'lganligi sababli uning yadrosi elektronlarni o'ziga juda kuchli tortib oladi. Shuning uchun ham ftorning tashqi elektron qavatidan elektronlarni chiqarish nihoyatda qiyin hisoblanadi. Shu xoslati bilan u kuchli oksidlovchi bo'ladi. Juda ko'p moddalarni oksidlay oladi. Ftor kislorod va azot bilan bevosita birikmaydi. Qolgan barcha elementlar bilan reaksiyaga kirisha oladi. Reaksiya sharoitida vodorod bilan qorong'uda ham shiddatli reaksiyaga kirishadi. Nodir gazlar bilan oltin, platina bilan odatdagi sharoitda o'sha holatda qidirilgan holatda ham reaksiyaga kirishadi. Ftor bilan birikma hosil qiladigan ko'pgina elementlar o'zining maksimal balandliklarini namoyon qilib, ftor bilan birikishga harakat qilishadi. Xlor 7-agrupachaning ikkinchi tipik elementi hisoblanadi. Uning nisbiy elektromanfiyligi 3 ga teng bo'ladi. Kuchli oksidlovchi modda hisoblanadi, element hisoblanadi. Xlorni 1772-yilda Sheyli xlorid kislotaga margan sut oksidini ta'sir ettirish natijasida kashf qilgan. Faqat 1810-yilda Deyvining xizmatlari tufayli kimyoviy element sifatida xlor kashf etilgan va unga xloros, ya'ni o'sha sarg'ish yashil degan ma'nolarni
bildiradi. Xlor tabiatda keng tarqalgan, uning asosan birikmalar holida uchraydi. Natriy, magniy, kaliy xloridlar dengiz va ko'l suvlarida erkin holatda hamda qattiq holatdagi konlarda uchraydi. Natriy xlorid galet yoki tosh tuzi deb aytiladi. Sanoatda juda ham muhim hisoblanadi, xomashyo hisoblanadi. Uning tosh tuzining birikmalari Uralda, Kavkazda, AQShda, Markaziy Osiyoda, Sibirda katta konlari mavjud. Bundan tashqari silvinit, karnalit va silvin kabi birikmalar ham mavjud. Xlorning olinishi laboratoriyada xlor asosan xlorid kislotaga oksidlovchi ta'sir ettirib, margan-stor oksidini oksidlovchi sifatida ta'sir ettirib olinadi. Bunda margan-stor xlorid hosil bo'ladi va margan-stor xlorid tezda parchalanib, margan-2 xlorid va xlorga aylanadi. Xlorning fizik-kimyoviy xossalari xlor sarg'ish, yashil tusli gaz hisoblanadi. Uning qaynash temperaturasi -34 gradusda, shafotish temperaturasi -101 gradus bo'ladi. Xlor molekulasi 727 gradusda 0,3%gacha, 1727 gradusda esa 52%gacha xlor molekulasi parchalanadi. Uy temperaturasida bir hajm suvda 2,3 hajm xlor eriydi. Xlor kuchli oksidlovchi, ko'pchilik metallar va metalmatlar bilan o'sha kukun holatdagi holida xlor bilan birikadi. Vodorod xlor atmosferasida yonib, rangsiz vodorod xlorid gazini hosil qiladi. Xlor suv va ishqoblar bilan o'sha ekmasi bilan disproportsiyalanish reaksiyasiga kirishadi. Xlorning ishlatilishi xlor kimyo va o'sha metallurgiya sanoatida kuchli oksidlovchi sifatida ishlatiladi. Ichimlik suvini mikroblardan tozalashda, matolarni oqartirishda ishlatiladi va organik birikmalar tetraxlor uglerod va xloroform olishda ishlatiladi. Brom 1826-yilda Balar degan olim tomonidan dengiz suv tuzlari tarkibidan ajratib olingan. Dengiz suv tarkibida 0,1% bromidlar uchraydi. Tabiatda tarqalishi brom tuz konlarining ustki qavatida, ya'ni brom karnalit va brom silvinit minerallari holida uchraydi. Natriy bromid va kaliy bromid dengiz suvida va tuz konlarida topilgan. Ba'zi neft konlari tarkibidagi neftkonlardan chiqadigan suv tarkibida ham biroz miqdorda bromidlar borligi aniqlangan. Olinishi brom olinishining eng arzon usuli bromidlarga xlor ta'sir ettirish hisoblanadi. Bunda bromidlar tarkibidan xlor bromni siqib chiqaradi. Xlor olishda qo'llaniladigan reaksiyadan foydalanib ham brom olishimiz mumkin bo'ladi. Bunda margan-stor oksidi bilan kaliy brom aralashmasiga konsentrlangan sulfat sifatida ta'sir ettirish yo'li bilan ham brom olinadi. Brom elektrolit usulida ham olinadi. Fizik xossalari brom odatdagi sharoitda qizilish qo'ng'ir rangli metalmas hisoblanadi, suyuq metalmas hisoblanadi. Uning bug'lari o'tkir, yoqimsiz hidli bo'ladi. Brom bug'lari shilliq pardalarni yallig'lantiradi, turli kasalliklarga duchor qiladi. Bundan tashqari uning suyuq brom teriga tushganda terida ancha vaqtgacha bitmaydigan yaralarni hosil qiladi. Qaynash temperaturasi 58,8 gradus, -7,3 gradusda suyuqlanadi. 100 gram suvda 20 gradusda 3,55 gram brom eriydi. Kimyoviy xossalari bromning elektronga moyilligi xlornikidan pastroq hisoblanadi. Shuning sababli brom ishtirokida sodir bo'ladigan reaksiyalar xlor ishtirokida sodir bo'ladigan reaksiyalarga qaragancha ancha sustroq bo'ladi. Brom ko'pchilik metallar va metalmatlar bilan xona temperaturasida reaksiyaga kirishadi, lekin kislorod, azot, uglerod va o'sha nodir gazlar bilan bevosita reaksiyaga kirishmaydi. Bromli suv bariy sulfitni bariy sulfatga aylantiradi. Brom neytral sharoitda oltin gugurtni sulfat kislotagacha ham aylantira oladi. Ishlatilishi brom kimyo laboratoriyasida organik moddalar olishda ishlatiladi.
katta ahamiyatga ega. Tarkibida bron bo'lgan ba'zi bir dorilar tibbiyotda ishlatiladi. Kumush bronit fotoplyonkalar tayyorlashda bronli suv va oksidlovchilar sifatida ishlatiladi. Yodni fransuz olimi Kurtoa 1811-yilda dengiz o'simliklarining kulini tekshirish jarayonida kashf etadi. Yodni mustaqil element ekanligini 1815-yilda Geliusdak isbotlaydi va bron yod nomini berishni taklif etadi. Yer qobig'idagi miqdori xlornikidan qariyb 1500 martagacha kam hisoblanadi. Yod odatda bron bilan birga uchraydi. Chili selitrasi konida va Boloniyada qanchagina miqdorda yod uchraydi. Yer yuzining boshqa joylarida ham yod ko'p uchramaydi. U tarqoq elementlar jumlasiga kiradi. Yodning olinishi yodidlarga xlor ta'sir ettirish yo'li bilan yod olinadi. Dengiz o'simliklari o'z joylarining tarkibida yodni saqlaganligi sababli, ya'ni dengiz karam tarkibida 5% yod mavjud bo'ladi. Shu nazarga olib, dengiz o'simliklarining turida xlor yordamida yod olinadi. Ishlab chiqarishda olinadigan yod uncha toza bo'lmaydi. Shuning uchun uni qaytadan tozalab olish kerak bo'ladi. Bunda yodning sublimatsiyalanish xoslasida foydalaniladi. Yodning xossalari yod odatdagi temperaturada qo'ng'ir rangli rombik metall yaltiroqlikka ega bo'lgan kristal modda ancha yaxshi bog'lanadigan